Afsuski yomon xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. 7 dekabr kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida O'zbekistonning 2 fuqarosi vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 8:57 da Aqto'be viloyatining Aqto'be tumanidan o'tgan respublika ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 1028-kilometrda Perm-Toshkent yo'nalishida harakatlangan Yutong rusumli avtobus yon tomonga ariqqa ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda avtobusda bo'lgan 49 yo'lovchidan 5 nafari vafot etgan. Ulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Xabarda aytilishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonning mas'ul vazirlik hamda idoralar bilan birgalikda ishchi guruh tuzgan holda yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etganlarni O'zbekistonga olib kelish va ularning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazishda har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Hozirda Favqulodda vaziyatlar vazirligining mas'ul xodimlari qozog'istonlik hamkasblari bilan doimo aloqada bo'lib, baxtsiz hodisaning kelib chiqish sabablarini o'rganish bo'yicha hamkorlik ishlarini olib bormoqda deyilgan vazirlik xabarida. Avvalroq Turkiyaning Istanbul shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 17 yoshli o'zbekistonlik yigit vafot etganligi aytib o'tilgan edi. Hurmatli tomoshabin, o'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, ularning oila a'zolariga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shing.